Bir joyga olaman 15 dan deysa 5,5 emas, o'tib ham beraman. Yüzden ko'rsating. Tishini ham ko'rsataylik. Yuzini tishini ko'rsatib qo'ying. Mana yem yeb turibdi. Mana yuzi oq Yuzlari juda chiroyli. Shunda ushlab turing. Qo'llari ham juda kelgan. Dumbalari tik dumbalagan mana. Xudo xohlasa sifat ekan haqiqiy. Shu ham ketaveradi ichida, do'stim. Shu ham ketadi. Hamma bugunga bir 4 partiya ham qo'yaveramiz. Qo'ydi soni ko'p, xudo xolasa. Qo'chqor so'raganlar qo'chqorlar ham bor. Qo'chqorni udorlaridan qo'yib beramiz. Zo'rlardan bor a? Bir 40 tacha qo'chqor ham kelgan. 40 ta sovliq, 40 ta qo'chqor bor. Aha. Bo'lib siqqanicha video qilib beramiz. Murodjon menga bo'g'ozlardan ko'rsatadigan aka-ukalarimizga xudo xolasa Arashan parodan mana bunaqa qoni tozalardan kelibdi. Xudo xolasa oxirgacha ko'rib turasizlar. Sizlarga manfaatli video bo'ladigan umidamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, akalar, ukalar, xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladigan umidamiz. Akalar, xudo xolasa bugun mana bunaqa yetuk bo'g'ozlari yetib kelibdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga buni yoritib beramiz. Akalar, ukalar, xudo xolasa biz bugun video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumanida o'sha arzonchi optimchi deb nom olgan tepa qo'rg'onchilarda olib boryapmiz. Videoda o'tib bermasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab YouTube yangimiz kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib, like bosib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Xo'p, bugun hafta kunimizga 7-fevral, seshanba 2026-yil. Xo'p, bu qo'ylar o'zim do'stim Sharifjonning qo'yi. Bugun xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Assalomu alaykum Sharifjon. Assalom, keljo'ra. Obunachilar assalomu alaykum. Hammalar yaxshimisizlar? Xudo xolasa like bosib, do'sti birodarga jo'natib turasizlar. Kanal yangi rivoj uchun narx kengroq qilib qo'yib beramiz. Xudo xolasa bugun mana bunaqa bo'g'ozlar zo'rdan kelibdi do'stim. Bular hammasi bo'g'oz-a? Bular hammasi bo'g'oz o'rtoq. Bular hammasi qochgan qo'y, oldi lapillab qolgan. Birikda bir haftada yaqin tug'anoqlardan ko'rdim. Bu birinchi qorin, ikkinchi qorin. Birinchi, ikkinchi qorin. Qarisi yo'q. Yo'q, toza bu qo'ylar. O yelinni qarab o'rta mana. Yelinlayapti mana. Yerimlar. Mana ikkinchisi. Ko'chib qo'ygan mana. Mana birinchisiga Odamgul mana. Hammasi yelim tashib qo'ygan. Hozir qochmay qo'ydi, o'zi bo'lmasa kerak. Bo'lmadi. Qolmagan-a o'zi. Tanlab tekshirib olishaveradi oshna. Xudo xolasa bugun do'stim narxlarni sindirib berasiz bugun. O'ta arzon qo'yib beraman o'rta. Xo'p, bugun necha parta qo'y chiqaramiz? O'rta bugunga bir 4 partiya ham qo'yaveramiz. Qo'ydi soni ko'p, xudo xolasa. Qo'chqor so'raganlar qo'chqorlar ham bor. Qo'chqorni udorlaridan qo'yib beramiz. Zo'rlardan bor-a? Bir 40 tacha qo'chqor ham kelgan. 40 ta sovliq, 40 ta qo'chqor bor. Aha. Bo'lib siqqanicha video qilib beramiz. Bo'ldi. Oxirigacha ko'rib turasiz, xudo xolasa. Xo'p, birinchi partiyamizga nechta dona do'stim? Bu yerda 15 ta oshna. Birinchi partiyamizga 15 dona ekan. 15 ta o'ta tozalaridan oshna. Mana. Bunaqasi Xudo xolasa ham kelib topolmaydi. hammasini etib olish ham yaxshi ekan do'stim bularni. Ham zo'r qo'chqor ichida yurgan. Yurish-turishlariga e'tibor berasizlar. Eng qizig'i mana shu qo'ylar birinchi Mana. Qirg'izistonda sirg'alardagi mana. Mana belgilari ham bor ekan. Oshna. Ikki. Ikki tish ekan. Mana yelinni qar. Birinchi tumsada bu qo'chqor janavar. Shunday ushlab turing. O, jonivorni qaranglar. Hali ishlar. Qarib qo'yma, qara. Prosta mana bodam gul deydi buni. Bodam guliga ishqozlar mana aloqa ochib ko'rasizlar basdan mullaga. Buni bitta o'ta tozasi bor buni she'riga. Yuzlar yetib o'ringlar mana xizmatchilar. Do'stim bir qator kursilaverasiz bularni. Mana toza. So'ragan bormi mana? Oh dumba, oh yuz. Mana Qo'llar yetib bitta firmadan chiqqan. Bu ham bir xil mana. Hali birinchi tumso. Bezi bor o'rta. Qochqan deb bergan egasi. Biz ham qochqan deb sotamiz. Ya'ni endi Allohdan. Mana obunachilar xudo xolasa bu vaziyatlar mana Qo'ydi qara o'rta, tozaligini qara. Oh, dumban tikkaligini. do'stim bularga incha ishlov berilmagan ekan. Bugun keldi bu qo'ylar o'rta. Bugun keldi, Ha, bu qo'ylar pachag'i chiqyapti. Oshna bu qo'ydi bor-ku. Ha. Men sovliqni baraka olganman. Ichida bitta o'na shu oq qora boshi bilan puchmagan. Bitta puchmasi bor. Ha, egasini aytib qo'ymagan ekan. Obunachilar Sig'i yo'qda, bir tortimga deganda mana. Mana shu qo'y bilan puchma, semiz ekan. shu puchma. Niq semiz. Janavar mana badanning semizligini ko'rib taxta o'qib qolgan. Bu tuqquncha olib yuraman degan bilmayman ektish qo'yagan. Qurvonlikqa hojatlarimizga bo'laveradi mana. Короче, bu do'stim puchma. Puchmaga arzarra sotamiz. Bo'ldi. Puchma sovliq deb sotishgan sizga. Ichida puchma qo'y deb sotgan. Va, bu. Obunachilar eshitdilaring. Shu qo'y ham ketaveradi ichida. Xo'p, uni qo'y dolaman deydi, u Отдельно sot, bir savdo ketadi. o'zi addenga ketaverar ekan, hurmatli obunachilar.
Xo'p, xudo xolasa, endi yangi keldi dedingiz. Yeb ichlariga bir hafta garantiyasi bor. Uni chiqarib, xotirjam sinab olishaveradi. Bir hafta sinov bor ekan, xudo xolasa. Garantiya. Bir hafta sinov o'rgansizlar. Qo'ydi ko'pi 2 tish. Javob berilaveradi. 2 tish, 4 tish yo'qmi? Yo bormi? 2 tish 4 tish ekan. Bo'l, 6 tish ham yo'q ekan. Mana ular 4 tish. Bu ham 2 tish. Kellasi 2 tish deb beradi. Bu 2 tish ekan. Hammasi 4 tishda yo'q. qo'lda kirgan o'zi 2 tish yapti hammasi. Mana olmoqchilar. Mana bu ham 2 tish. Bu ham 2 tish. 2 tish ekan hammasi. 4 tish. 2 tish 4 tishga olishadi. Xo'p, Mana qo'y 4 tish edi, mana qo'y. bunisi 4 tish. Apillab qolganlar 4 tish bo'lishi kerak. Ha, Endi bo'ldi. qolgani birinchisiga qochganda ko'pi. Xo'p, do'stim, endi buni bo'ylarini nechiga beramiz? Ular 80 plyusga olishadi. 80 plyusga beraverasiz. 80 plyusga beraman. Orqa boshlari yaxshi, dumbalari bunaqa osilib ketmagan. Hamma qo'y ideal darajada mana. Hurmatli obunachilar ko'rasizlar. Xudo xolasa ishlaringni do'stim bitirib beradi. Tanlab ham olishaveradi. Mana bu Xo'p. tozalaridan kerak bo'lsa mana. Do'stim, dastlabkilar qayergacha bo'ladi? Dastlabkasini aytilgan narxda Toshkentga do'bis bo'ladimi? Aha. Buxoro, Samarqandga o'qib beraman. Kelishaveradi, 250 ming aqaba. Muammosi yo'q, dastlabki qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab bor ekan. O'zbekiston bo'ylab bu yerga o'zi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatniy, undan u yog'iga o'zingiz kelishib, chiroyli qilib jo'natib berasiz agar. Qo'y tozaligini qara, oh yuzligini mana. Bu liniyali Orqalari zo'r ekan. 15 tasi bitta yerdan chiqqan. Xo'p, do'stim, video cho'zilib ketmasin. Aha. Partiyalar ko'p dedingiz, qo'chqorlar bor dedingiz. Endi bunga chiroyli qilib bir narxini aytaverasiz. Ha, bu narxi o'ta arzon o'rta. Buni kecha ko'rdim men YouTube'da, endi hamma bunaqa qo'ydi, 8,5 dan qo'ydi, bozor olamiz kanali. Hop, Oh dedim, bu unaqa emas, o'rta 6,5 dan berdim. 2 milliondan arzon o'sha qo'ylarda. 6,5 million so'mga ketaveradi. O'sha qo'ydi kutiga tepadi bu qo'ylar. Mana, xudo xolasa, do'stlar, kimga yoqsa aloqa chiqarasiz. Xo'p, do'stim, xayri bormi endi biz obunachilarga? 6,5 dan bir joyga olsa yana ozgina siylab beraman. Xo'p, xayrni aytib ketasizmi do'stim? Telefonda. Telefon qilsa ya kelsin, ishlab bitirib beraman. Keyin odamlarga lakasi tashib berasiz. Tashlab beramiz. Lakasi tashib berasiz. Tashlab beramiz. Lekin 6,5 million so'mdan bir joyga olgan odamga xayrini yaxshi qilib, chiroyli qilib tushib berasiz. Ha, chiroyli qilib o'tib beraman. Bir joyga ona puchmadan tashqari, o puchmadan arzon, 5 puchmadan tashqari. Puchma 5,5 o'zi. 2,5 ga ketaverdi, 2 puchma. Puchma 2 ekan 5,5 ga ketaverar ekan, hurmatli obunachilar. Ancha ziyon qiladi o'zi. Bo'ldi. Xo'p, telefon qilib odamni xudo xolasa ishlarni bitirib berasiz. Keyingi partiyaga o'taveramizmi do'stim? Keyingi partiyaga ketaveramiz o'sha. Bo'ldi, biz oxirigacha kuzatib turasizlar. Bizda endi keyingi partiya, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda ikkinchi partiyamizga mana bundaqa yillar ko'chib qo'ygan, xudo xolasa bir haftaga borib bormaydi shekillar do'stim. Lapillayotgancha addenni qildim. Buni sheriklari bor o'zi. 5 tasi qo'ydi turibdi mana. Mo, yelindi qara o'rta. Mo qara. Yaqinlari mana. Narigisini ko'rsa. Ko'chib qo'ygan mana. Qorani. Mana qorinlarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Qorin tashab qo'ygan, xudo xolasa. Qo'ylar 2-3 qorin. 2-3 qoringa bo'g'az, xudo xolasa. Mo, qorinni barakatsaligi. Xo'p, bular do'stim pardoz berilmagan ekan. Pardoz marda kecha kelgan qo'ylar charchovi chiqqan yo buni. Qara. Buni sal tarab netib tikan teridan qo'ylar o'zi. Mo qara. Qorinlariga e'tibor berasizlar, xudo xolasa. Bir haftaga bormasa kerak do'stim bular. Bir haftaga o'tadi. Bir haftaga borib bormasa kerak. Xudo xolasa, oxirigacha ko'rib turasizlar. Buni ham do'stim chiroyli qilib yo'lida qilib sindirib naqd qilib beraman dedilar. O'ta arzon bo'ladiganlariga o'zim mana sizlar obunachilar sizlarga ilindim men shuni. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun xudo xolasa partiyalar ko'p ekan, vaqtimiz yetgancha chiqarib yuraveramiz. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, xudo xolasa yebishlari bir hafta garantiya berasiz buni ham. Xotirjam sinab olishadi. Dastlabkilari o'sha vodiy bo'lib Toshkentgacha. Bo'ylab Toshkentga deb besladi. 5 shovini bir joyga oldim deganga o'ta arzon. O'ta arzon. Bo'ydan nechaga beramiz do'stim? Bo'ylarini o'rta kichkinasini 80-85 ga deydi. 80-85 gacha. Kishi zo'r, butun shu. 6 ta 4 ta ona qoraniki, qolganiki 6 ta da. 6 ta 4 ta ekan. Xo'p, pardoz berilmagan, xudo xolasa olib o'zlaring olib tashlab qo'yasizlar. Xo'p, olasizlar, xudo xolasa egish to'q bo'lsa ham, xolasa, u bekarga qolib ketadi. Bekarga qolib ketadi. Tug'ib bersa, bekarga qoladi ham. Qo'zining narxida xudo xolasa. Mana. Ikkita tug'ib bersa, undan a'lo bo'ladi. Agar ikki zaqchi bo'lishi ham mumkin gaplar mana. Lekin qizda yurgan naq bo'g'oz ekan hammasi. Baydiki emas, ashaqda qochib qo'ygan. Xotirjam bo'lishaveradi. Qirg'izni qo'ylari. Xo'p. Do'stim,
bugun partiyalar ko'p dedingiz. Cho'zmaylik videoda, so'rasa takror video qilib berasiz va narxiga o'tamiz. Berilaveradi o'rta. Narxiga o'taveramiz do'stlar. Narxi o'rta 5 million emas. Ha. O'ta arzon. 4 million 800 mingdan 5 tani bir joyga oldim deganga. 4 million 800 mingga ketaveradimi shular? Ketaveradi. 4 million 800 dan ketaveradi, hurmatli 5 obunachilar. millionda buni osmonda turishi kerak. 4 million 800 mingdan oldim desa mana bo'g'oz qo'y. 4 million 800 ming so'mdan hurmatli obunachilar ketaverar ekan. To'y deb turgan narx bozor. Xo'p do'stim, xayrni qilib berasizmi yo telefonda tushib berasizmi? Beshalasini bir joyga oldim desa telefonda shunday yo'l qo'yib beraman. Va mana aytganimizga sotim. Men qarang, men gapimni ham bir o'tib bering. Bo'ldi o'tib beraman. 50 mingdan o'tib beraman hammasidan. 50 ming o'tib berasiz. 50 mingdan o'tib beraman. Yana o'tib bergan joyi bormi do'stim? Telefon qilsa ishni bitirib beraman. Bo'ldi, bizga navbatchi salam, xudo xolasa sizlarga yo'lda qilib yana o'tib beradilar. Xo'p, bizga xayoldan qochgan gaplar bo'lsa, pastda nomerlarda bemalol nimalar bor, telegramlar bor. O'zlari qiziqgan savollarni berishlari mumkin. Yelimlar ham lapullab qolgan, xudo xolasa hammasi naq bo'g'oz. Do'stim, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingisiga qo'chqorlar oshna. Bo'ldi, keyingisi qo'shqonlar ekan. Hurmatli obunachilar, bizda 3-partiya. 3-partiyaga mana bundaqa arashan qo'chqorlar ekan, xudo xolasa. Garbonos qarashini Garbonoslar quloq boshlari e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Dumbalari. O'zi turadigan variantdan ekan do'stim. Yemda turgan qo'chqorlar, bular yeb turgan urug'liqlar. Quloq boshlarini qaranglar, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 80 plyusda hammasining. Bo'ylari 80 plyusda. Chiqardi, qara, garbonosdimi, qara. Ushlab turgan hali do'stim. O'chchani bor. Dumbalari ham tulab qolgan. Yuzlariga e'tibor berasizlar. Yuzlariga e'tibor berasizlar. O'chchani bor. Qo'lga tushmagan hali bu. Tushmagan, ammo bo'ynidan tulayapti bular, o'zi tular. O'zi tulaydigan. Narigi variantda. simbasdan tulayapti o'rta. Mana. Quruvonliqqa ham baqaman deysa ham hamma tomonda narxini qulay qilib qo'yib beraman o'rta. Bu bodam gulini ishqibozlari bo'ladi o'rta, mo'qara. Qulog'i ham juda uzun ekan do'stim. 200 kilo, 180 kilo xudo xolasa. 180 kg ham bo'ladigan qo'ylar shular bo'ladi do'stim. Zotda toza arashan bor. Toza arashan paroda qo'ylar ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa baqadagan urug'lik bor. urug'liqqa mana 4 to'sht qara o'rta hammasi. sal kundan keyin hamma qidirib qoladi o'zi. Olib tashlab qo'yish maqsad berasizmi? Maqsad o'sha masalasi mana shu o'rta olib baqsa rahmat aytadigan. Urug'liqqa o'rta hammasi tidumba. Ertadan keyin buni bu puldan topolmaydi o'rta. Quloq boshlari qaranglar. Qaysi birini urug'liqqa olaman desa, mana shuni qulog'ini qara o'rta, mana garbonos. 20 chiqarish bu qulog'i ham. Bular mana shu vahshiy bo'lgan narsa mana. Mana urug'liqqa bor. Orqa ham oldi bilan bir xil kengda. Ichine qo'zi hali bular. Xo'p, necha oylikka beramiz do'stim bularni? 7-8 oylikka beramiz. 7-8 oylik atrofidagi hurmatli obunachilar. Bodam guli deysizmi? Hammasidan bor ekan. Garbonoslari, orqalar, orqa boshlari hamma yo'q kiygan ekan. Xudo xolasa o'zi suraydigan variant degan do'stim bular hammasi. Tushlaridan mana to'lab ketyapti ekan mana. Yuzlariga e'tibor berasizlar, yuzlari tiniq mana. Oq yuz mana. Siqidirgan qo'ylar mana. Xudo xolasa arashan paroda mana. Tozalari deyaptilar do'stim. Xudo xolasa bular ham Qirg'izistondan kelgan do'stim. Bular Bishkekga o'rta, bu yerda 40 ta Bishkekga bor. Do'stim hammasini o'zlari Qirg'izistondan olib kelganlar. Bu yerda yil 12 qo'y uzilmaydi. Qo'y beraymi ya? Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa sizlarga ishlarni bitirib berilib, qidirgan qo'ylarni do'stim topib beradilar. Xudo xolasa. Xo'p, do'stim, bu ham o'sha dastlabkilar. Ha, bu oddiy bo'ladi Toshkentgacha. Qo'yda olaman deysa kelishamiz o'rta. Dumbani qar telefon qilsa bo'ldi, ish bitadi. Xudo xolasa. Xo'p, bo'ylarni aytdingiz a? 85 dedingizmi? 80 pilis. 80 pilis dedingizmi? 80 pilis. 80 pilisga olar ekansizlar. Haliga tayyor, xudo xolasa. Xudo xolasa mana tayyor ekan. Xo'p, do'stim, narxiga o'tib endi. Narxi o'rta bular 6 million, 5 million 800 ming emas. Bir joyda olsin 5,5 dan ketaveradi. 5 million 500 mingdan ketaveradi. 500 mingdan Toshkentga do 5 pullarni dastlabga tozasidan arashan paroda baqaman deganlarga. Yuzlariga Bitta oldim deysa video qilib beraman o'rta. Yakka-yakka o'zimiz. Yakka ham sotilaveradi buni. Yaqqanini sotamiz. Takroriy videolar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlarni bitirib beriladi. Garbonosiga, qulog'iga ahamiyat berilsin. 4 sonligiga qo'ylar, tushiga toza qo'ylar bular. Hech vaqt go'sht bopini bunga chiqarilgan. Bular hamma zotga ham, go'shtga ham boqsa, narxi ham to'g'ri keladi. Hech kim bunaqa narxda sotmaydi buni 5,5 milliondan zotga. Men sotaman buni arzonga. Menga ko'p qo'ydi ichida kelgan bu. Do'stim o'zlari olib keladilar Qirg'izistondan. Men bilaman. Xo'p, sizlarga tavsiya qilaman, xudo xolasa olib tashlab qo'yinglar. Keyin rahmatini o'zim do'stimga aytasizlar. Xo'p, 5 million 500 dan xayri bormi do'stim telefon xodimiga? To'rtovini olaman deganda ishini bitiraman. Ozginada yo'l qo'yib beraman. Yo'l qo'yib berasizmi? Ha, yo'l qo'yib beraman. Bo'ldi.
Telefon qilaverasizlar. Biz ishni bitirishga yuramiz o'rta. Maqsad sotishmi do'stim? Maqsad sotishda. Bo'ldi, maqsad sotish. Tepasida turishma, maqsad sotish. Yengil bo'shataverasiz mana do'stim. Yengil. Biz obunachilarga xudo xolasa telefon qilaverasizlar, ishlarni bitirib beradilar. Ikkita qo'yam bor, telefon qilinsin. Egish qo'ylar ham bor. Videoni attenni tashlab beraman. Bolasi kichkinalik uchun video qilmadi. Qo'yib qo'ygan. Bo'ldi. Qo'yda turidan bor. Qo'y turidan bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ydi mana. Qora qo'ylar. Bu tomonda ham mana qo'ylar juda ko'p, soni juda ko'p. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, telefon qilgan odamni ishlarini bitirib beradilar. Xo'p, keyingi partiyaga o'taramizmi do'stim? Keyingi partiyasiga ketaveramiz. Shuni 10 talik soni bor, o'shani qo'yib beramiz. Bo'ldi, bizda endi obunachilar keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda keyingi partiya mana Xudo xolasa ko'rib turasizlar. Mana bunaqa yuzi tozalardan, chiroyli qoni tozalaridan arasham paradalar ekan. Mana buni toza kashtan, Qirg'izistonda kashtan parodasi deydi. Mana. Kashtan ekan mana. Buni necha endi bunga? Mana o'z ulashiga. O'shanda ushlab turingchi do'stim. Mana. Toza simjim mana shu bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Orqadan, oldidan mana tullab boryapti ekan mana. Xudo xolasa yeb ishlari zo'r, o'ynab turibdi qo'ylar xudo xolasa. Yemga hammasi o'ch ochdi. Mana. Soni necha dona do'stim bu yerda? 15 ta o'rta. 15 dona. Orqa boshlariga rosa yemga tayyor variantda. Ikkita kashtani bor. Ikkita kashtan, xona xudo xolasa. Shoxdori bor mana, toza. Shoxdori bor ekan. Mana. Bodam guli hammasidan bor ekan. Xo'p, xudo xolasa buni bo'ylarini nechaga beramiz do'stim? Bo'ylari o'rta 80 dan 85 ga deb olishadi buni. 80 dan 85 gacha olaveragasizlar, hurmatli obunachilar. Mana qo'ydi qara toza olaman. Mana qo'ydi. Ya'ni yuzini ko'rsating shuni do'stim. Voy, shaqi bor. Mana ham shaqi bor o'g'amni, men qo'ydi tozaligini qarashni. Quyoshda yiltiryapti jonivor. Toza simqalari ham kiygan juda. Toza paroda. Necha oylarga beramiz do'stim bularni? Bularni ham 7-8 oyga beraveramiz do'stlar. 7-8 oyga berar ekansiz mana. Xudo xolasa hammasi ideal darajada ham o'ylar. Toza Qirg'izning qo'yini izlab yurganlar uchun o'rta bu qo'ylar. Qirg'iziston Bishkek qo'ylar ekan, hurmatli obunachilar. Mana dumba boshlari, hammasi joyda. Yeb ichishlari o'ta joyda mana. Hammaning dumbasi zo'r, dumba. Mana orqadan ko'rinish fon. Mana orqalari ko'rinadi. Chillas, bular pardozi ham qilinmagan toshni. Xudo xolasa olib tashlab qo'yinglar. Baraka topasizlar. Xo'p, bizning xayoldan qochgan gaplar bo'lsa, obunachilar telefon qilishadi. Bemalol o'rta. Xo'p, bo'ylarini 80 dedingiz. 85 ga beramiz. 85 ga berasiz. 80-85 ga ketaveradi. Yoshlarini bulardikini nargilak 8 oylik o'zi, bular 10-11 oylik. 10-11 oylik atrofida. 10-11 oylik. Nargiydi 8 oylik. Dastlabkilar o'sha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha O'zbekiston bo'ylab bor ekan. O'zbekiston. Do'stim hammasini olgan odamga Samarqandgacha qilib beraverasizmi do'stim? Hammani olaman desa Samarqandga ketaveradi. Samarqandgacha ketaverar ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, do'stim, bunaqa partiyalarimiz bormi yana? Bundan keyin bor endi vaqt cho'zilib ketmasin, telefon qilishaveradi. Video so'nggi narxda zo'r qilib berasizmi do'stim? Bu arzon o'rta. Narxi o'tir. Narxlardan ham kuchli hozir 4 tadan. Bu gavdasida o'rta. Bir joyga olaman 15 dan deysa 5,5 emas, o'tib ham beraman. 5,5 o'tib berasiz. 5,5 dan bir joyga olsa o'tib beraman 15 tasini. Hurmatli obunachilar, narxlardan kuchli. Bu ular zotda bular gavdasi ulardan. do'stim mana bu qo'y ushlangchi do'stim. Qaysini shu? Mana bu qo'ydi mana shu. Shuni yuzdan ko'rsating. Tishini ham ko'rsatay. Yuzi mana tishini ko'rsating. Mana yem yeb turibdi. Mana yuzi yuzlari juda chiroyli. Shunda ushlab turing. Qo'llari ham juda kelgan, dumbalari tik dumbaylagan mana. Xudo sifat ekan haqiqiy. Shu ham ketaveradi ichida do'stim. Shu ham ketadi. Hammasi bayda 15 ta desa mana shu qo'radan bitta chiqaramiz. Mana yeb ishlari juda joyida. Yeb ishlari o'zi yaxshi bo'ladi janob. Mana hammasi ideal darajada ekan. Xo'p. Do'stim, Xo'p, jo'ra. nechta pul qilib berasiz endi buni? Biz obunachilarga. Giga 5,5 emas, 5 million 400 mingdan bo'lsa ketaveradi. 5 million 400 mingdan ketaveradi. 400 mingdan bir tortarga 15 tani oldim desa sotdim. Mana shu qo'shlarlar ham ketaveradi. Mana. Xolasa olib tashab qo'yinglar, baraka topasizlar. Xo'p, telefon qilgan odamga xayri bormi do'stim? Ishni bitiramiz o'rta. Bemalol o'ylamay telefon qilishaveradi. Bemalol telefon qilar ekansizlar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa turidan bor ekan. Kashtan so'raganlar, kashtan qona tozalarga mana bunaqa yuzlar oq, qarashab bordani zo'rlari bor ekan mana. Xudo xolasa ishlaringni do'stim bitirib beradilar. Xo'p, Qurollikqa tayyor bo'ladigan variantda bu o'sha. qurollikka ham mana bodam gullari bor ekan. Hammasidan bor ekan. Hurmatli obunachilar. Bor kelishaveradi. Kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga lokatsiyalar tashab beriladi. Xo'p, do'stim,
Videoni yakunlayveramizmi? Ha, videoni yakunlayveramiz. Yana telefon qilib so'rashaveradi bemalol. Qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa. O'zlaringizni qiziqgan savollaringizni pastdan nomerlarga Telegram bor, bemalol Telegramga yozishingiz mumkin. Xudo xolasa do'stim ishlarini bitirib beradilar. Hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Hamma chorasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.